Demak, dastlabki texnikamiz MT82.1 rusumida 2020-yil holati zo'r, texnik holati soz, motor korobka yaxshi, ishga tayyor holati deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi 220 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Navoiy viloyati. Ikkinchi texnikamiz ham MT82.1 rusumida 2019-yil ishlab chiqarilgan. Holati zo'r, texnik holati a'lo, motor korobka zadniy moslari yaxshi, hech qanday aybi yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi esa $15 ming aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil Toshkent viloyati. Demak, navbatdagi traktorimiz Samarqand viloyatidan 2018-yil holati yaxshi, xarajat yo'q, ishga tayyor deb ma'lumot qoldirishgan. Qolgan ma'lumotlarni qo'ng'iroq qilib traktorning egalaridan olishingiz mumkin. Narxi 140 million so'm kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyati. Navbatda MT80 rusumli traktorimiz 1990-yilda ishlab chiqarilgan, yangi motor qo'yilgan, balonlari yangi, kama diska zavodskoy deyishyapti, moy rasxod qilmaydi, ammo hujjati yo'q, lekin traktorning texnik holati soz. Qo'shimcha teleshkalari ham bor, komplet holatda, narxi 70 million so'm kami bor, manzil Samarqand viloyati. Navbatda yana bir MT80 traktorimiz 1989-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, qora motor, vomlar ishlaydi, motor korobka zadniy moslariga garantiya deyishmoqda. Narxi 50 million so'm aytilishi albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Albatta videoga like tugmasini bosib qo'yishni albatta unutmang. Biz esa yangi traktorlarimizni chiqarishda davom etamiz. Navbatda yana bir MT80 traktorimiz 1996-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, texnik holati soz. Motor korobka zadniy moslari yaxshi, yangi motor qo'yilgan deyishmoqda. Narxi 70 million so'm kami bor. Manzil esa Xorazm viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa T28 rusumli traktorimiz 1980-yil, holati yaxshi, aybi yo'q, motor korobka yaxshi, ishga tayyor holati deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Sirdaryo viloyati. Narxi 25 million so'm albatta kamaytirib beriladi. T28 ishqibozlar uchun navbatdagi T28 traktorimiz 1980-yilda ishlab chiqarilgan, motor korobka zo'r, texnik holati soz, aybi yo'q, hamma joyiga qarab chiqilgan, xarajat qolmagan deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi 30 million so'm kamaytirib beriladi. Manzil Samarqand viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa YUMZ traktorimiz sotiladi. 1986-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, ishlab turgan texnika, motor korobka zo'r, balonlar o'rta holda. Qolgan ma'lumotlar esa telefon orqali beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi 40 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Jizzax viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Keyingi texnikamiz esa MT80 rusumida 2010-yilda ishlab chiqarilgan, motor korobka yaxshi, gepaytda turibdi, antifrizda yuradi. Holati zo'r, ishga tayyor, narxi 135 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil Samarqand viloyati Pasturg'on tumani deb ma'lumot qoldirishgan. Albatta, batafsil va to'liq ma'lumotlarni quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib traktor egalaridan olishingiz mumkin bo'ladi albatta. Navbatda MT82 traktorimiz. Ushbu traktorimizni 2011-yilda ishlab chiqarilgan deb ma'lumot qoldirishgan traktor egalari, ammo fikrimcha ushbu traktorni yilini xato yozishganga o'xshaydi, chunki traktorning holati 2011-yilga tortmaydi, yana bilmadim. Texnik holati yaxshi, ishga tayyor holda deb ma'lumot qoldirishgan, xarajati yo'q deyishmoqda. Narxi 120 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Surxondaryo viloyati. Navbatda yana bir MT82.1 rusumli traktorimiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan, motochasi 2300 soat ishlagan, holati yaxshi, hech qayeri ochilmagan, narxi 230 million so'm kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa akalar 3 kolesoli MT80 traktorimiz 1996-yil, hamma joyi remontdan chiqqan, motor korobka Zver, antifrizda, korobka gepaytda, starter akkumulyatorlari bor, dokument ham bor, elektronniy ishlari ham bo'lgan, xullas ishga tayyor. Narxi 90 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Navoiy viloyati.
Navbatdagi traktorimiz esa 1987-yilda ishlab chiqarilgan, holati o'rta holda, motor korobka yaqinda remont qilingan, kapitalniy remontdan chiqqan traktor. O'zimiz uchun noldan terganmiz. Hozir minadigan odam yo'qligi uchun sotilmoqda. Qo'shimcha puskachaga stator va kichkina kovush qo'shib beriladi. Narxi 35 million so'm kamaytirib beriladi. Manzil esa Andijon viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir T28 1989-yil ikkita katta baloni yangi qo'yildi, hali yurmagan, akkumulyatorlar ham yangi qo'yildi, motor remont qilindi, korobka reduktorlari yaxshi, ovoz yo'q, narxi 22 million so'm kami bor. Manzil Qashqadaryo viloyati. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib albatta traktorning egalaridan to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Navbatdagi MT-80 traktorimiz 2023-yil hech qayeri ochilmagan, ishga tayyor holatda. Motor korobka zadniy mostlar ham zo'r. Pul kerakligi uchun sotilmoqda, faqat naqd pulga sotiladi. Narxi 250 million so'm kami bor. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir T28 rusumli traktorimiz. Traktorning holati a'lo, motor korobka zadniy mostlar hali ochilmagan, balonlar 60-70% atrofida. Rollari gidravlika, texnik holati yaxshi, kompressori ham bor. Realni oladiganlar uchun narxini yana qulayroq qilib beramiz. Narxi 22 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyati. Navbatda yana bir MT-80 traktorimiz. Holati esa biroz yomonroq. O'zingiz ham holatiga baho bering. Balonlar ham xizmatini qilib bo'lgan. Egalarning aytishi bo'yicha texnik holati yaxshi, ishlab turgan texnika deyishmoqda. Narxi esa 35 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil Samarqand viloyati. Navbatda yana bir MT-80 traktorimiz. Holati o'rta holda, motor korobka zadniy mostlar Rossiyadan kelgan, yangi qo'yildi, moy yemaydi, xarajati yo'q, ishga tayyor. Dokumentlari ham joyida. Narxi 70 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi deyishmoqda. Manzil esa Samarqand viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Akalar, bizning bugungi dasturimizdagi traktorlar shulardan iborat edi. Agar bugungi dasturimiz sizlar uchun foydali va manfaatli o'tgan bo'lsa, videoga like tugmasini bosish orqali qilayotgan mehnatimizni baholab qo'yishni albatta unutmang. Shunda qilayotgan mehnatimizning natijasini sezishimiz mumkin bo'ladi. Agar sizda ham sotiladigan traktorlar bo'lsa, marhamat bizga Telegramdan traktoringizning rasm va ma'lumotlarini yuboring. Bizning kanalda traktorlar reklamasi 100% bepul. Demak, bepulga traktoringizni e'longa qo'yib sotishingiz mumkin bo'ladi.